Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Faxriddin Xalilning Wuhan virusi bilan yuqumlanganligi gumon qo'zg'amoqda. Uyg'ur ana til komitetining 3-navbatlik yig'ini Istanbulda ochildi. Amerika Xitoy hukumatiga qarashli 5 media organi qarata yangi belgilama chiqardi. Uyg'ur binokorligi haqida. Tövəndəki xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya Radiosu'nun xabar qilishicha 24 fevral kuni Erkin Asiya Radiosu muxbirining G'ulji noyillik jiddiy qutqizish qo'mondonlik markazi ta'minlagan telefon nomeriga asosan navbatda G'ulji shahrida karantin ostida davolash olib berilayotgan pensioner Faxriddin Xalil bilan suhbat olib borgan. Faxriddin Xalil suhbat davomida o'zining 40 yillik oshqozon kasali ekanligini, lekin o'z haqidagi Wuhan virusi yuqumdori degan diagnoz yoki gumonning asossiz ekanligini ilgari surib, o'zining navbatda sog'-sog'lom ekanligi va o'pka kasaliga oid hech qanday alomat yo'qligini bayon qilgan. Hamda o'g'li Abduselim ustidagi yuqum gumonining asossizligini aytgan. U gaplar orasida sahya doiralarining vaziyat jiddiyligi sababidan aloqazotlik bilan o'zlariga xato diagnoz qo'ygan yoki xato gumonda bo'layotganligini ishoratlagan. 喂，你好，这是宜兰县营组织汇报吗？对。这帕克顿的情况怎么样？现在在宜兰市第2医院隔离的。不好意思，我们有严格的规定的，所领导安排或者我们局里面安排。那就给我他的手机号码，帕克顿的这退休老师。213-0997-5902。Faxriddinka yaxshimisiz? Yaxshimi? Ism familiyangiz Faxriddin Xalil, shundaqmi? Shundaq. Faxriddin Xalil. Siz bu yil qancha yosh? 42 bo'lgan. Men 78. Qayerda xizmat qilyapsiz, qayerlarda? Men 1961-yili ilk bitirib, Mazayida Merkez Başlangıç Mektepte, ondan keyin Mazayida, Uyg'urchada, Yılmazadin 3-1 gunslarda, ve şu gunsada bir marken tutuşildim. Mazayida hep 12'de. 23 fevral kuni Uyg'ur ana til komitetining 3-navbatlik kengashig'ini Uyg'ur akademiyasida ochildi. Uyg'ur ana til komiteti muavin mudiri doktor Maqbirat Kamal ichilish so'z qilib, Uyg'ur xalqining ana til kunini tabrikladi. Arqadan Uyg'ur ana til komitetining 2019-yili qurilgandan hozirgacha qilgan xizmatlarini xulosa qildi. U bu bir yil jarayonida tadqiqotchi o'qituvchilarning tirishchanligida bir ilib va kitobi, 2 til adabiyot kitobi tuzilib chiqilganligi. Kitob loyiha ishlar ko'zdan kechirib bo'lgandan keyin nashrga berilganligini bildirib, Uyg'ur ana til komitetining texnik yaxshi xizmatlarini ro'yobga chiqarish uchun ko'pchilikning qo'llab berishlarini va taklif fikrlarini aymasligini ta'kidladi. Shundaqla ana til komitetining xizmat jarayonida duch kelgan qiyinchiliklar haqida qisqacha doklad berdi. Doktor Olimjon Yusuf ilib va til adabiyot kitobining tuzilish jarayonida material kamchiligi va o'qituvchilar qo'shinining yetarsiz bo'lganligini va buning jiddiy hal qilinish kerakligini o'tirib qo'ydi. Yig'inga qatnashuvchi o'qituvchi ustozlarning taklif fikriga binoan Turkiyadagi ana til xizmatlarini qilayotgan har qaysi maktab va kurslardagi munavvar o'qituvchilardan tashkil topgan bir guruh tashkillab, ularning tirishchanlik ostida til adabiyot kitobining 3 va 4-siningmi tuzilish qarorlashtirildi. Doktor Maqbirat Kamal va doktor Olimjon Yusuf tuzilgan til adabiyot kitobining 2009-yili Sharq Turkistonda tuzilgan til adabiyot kitobining ijobiy qismlaridan foydalanish va milliy ruhni gavdalantirish asosida tuzilganligini bayon qildi. Hatto Turkiya va Yevropaning ana til kitoblarini ko'rib chiqib, o'rnak elinsa bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Yig'in jarayonida yana ana til o'qituvchilari muhojiratlik Uyg'urlarning oila ma'rifi va ana til kurslarida duch kelayotgan qiyinchiliklar va ularni hal qilish to'g'risida tajriba saboqlarini o'rtoqlashdi. Uyg'ur yosh o'smirlarining Uyg'ur til safosini texnik yuqori ko'tarish uchun ota-onalarning oilada darslarga alohida ko'ngil bo'lishi, o'qituvchilarning bolalarga ana tilning ahamiyati va muhimligini tunutish, ularni ana til kurslariga qiziqtirish uchun kuch chiqarish kerakligi o'tirib qo'yildi. On 8 fevral Amerika Xitoy hukumatiga qarashli 5 cho'ng media organining Amerikadagi tarmoqlarga chet el elchiligiga o'xshash muomala qilishga boshlaydiganligini, ularning xizmatchilari va Amerikadagi mulklarni Amerika tashqi ishlar ministrligiga tizimlash kerakligini e'lon qildi. Bu 5 media organi bo'lsa Xinhua agentligi, Xitoy xalqaro televiziya kanali, Xitoy xalqaro radio stansiyasi, Xitoy kundalik gazeti, Xitoy xalq gazeti xalqaro nusxasining Amerikadagi bosh vakolatchisi Xaytian taraqqiyot shirkati qatorliqlar bo'lib, Amerikada turishlik organidagi xizmatchilarning tizimligi, ishga elish, ishdan bo'shatish qarorini cho'qim oshkorlashi, Amerikada ijaraga olgan yoki setib olgan uy-joylarni Amerika tashqi ishlar ministrligiga tizimlatishi, uy-joylarni ijaraga elish yoki setib olishdan ilgari cho'qim tasdiq elishini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, yig'ilgan bu uchurlarni istixborot organi o'z ichiga olgan boshqa hukumat organlari bilan o'rtoqlashadi ekan.
Amerika Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajalik amaldorining bildirishicha, bu qaror Xitoyning mediaga bo'lgan kontrolligini kuchaytganligi. Xi Jinpingning bo'lsa bu media organlari orqali kuchab Beijingning depini chaladigan tashviqotlarni keng tarqatganlik uchun chiqarilganligini. Tashviqot mazmuni va tahrirligi bo'lgan kontrollik Xi Jinping vazifaga o'tirgandan keyin zo'r darajada kuchaytirilganligini. Bu media organlarining amaliyoti Xitoy Kommunistik partiyasining Amerikadagi sodiq tashviqotchilari ekanligini ilgari surgan. Uyg'ur san'ati va binokorligida agmi shakl vakil xarakterlik shakl bo'lib, Uyg'ur madaniyatini tonishtirishda o'zgacha alohidalikka ega qurilmalarning biri. Agmi shakllarning qo'llanishi Uyg'ur turalg'i uy va hovli aram binokorligini yuksaklikka ko'tarib, san'at va binokorlik ishlarida muhim o'rin tutib kelmoqda. Bu xil o'zgacha uslublarimizning xosligini saqlab, Uyg'ur madaniyat bobida nur chechib turishini umid qilamiz. Uyg'ur binokorligida agmi shaklli qurilishlarni tövandikidek bir qancha xilga bo'lishga bo'ladi. Birinchi, yumaloq shaklli agmi. Tangritog'ning janubidagi rayonlarda, ya'ni Qashqar viloyatida eng ko'p qo'llaniladigan shakl bo'lib, dariza va peshayvon binokorligida ko'p ishlatiladi. Ilmiy jihatdan olganda darizalar yoy shaklda bo'lganda limning rolini o'tab tushgan besimni aniqlatadi. Yoy shaklli qurilmalar ko'pincha yog'ochdan yasaladigan bo'lib, gul-giyohlarning shakllari va turli naqshlar yog'och o'ymaga tushirilib, ustidan oq, yeshil rangda sirlanadi yoki qapartma naqsh bilan beziladi. Uyg'ur binokorligida tog'ma eg va qo'sh egmi shakllari bo'lib, peshayvon qatorliqlarda to'ruk, uzum baran qatorliqlar bilan bir gavda bo'lib, atrofga sho'x va titik tus beg'ishlaydi. Bu xil qurilmalar Uyg'ur xalqining aql parosatining namoyandasi. Shundaqla Uyg'ur xalqi azaldan turalg'i joylari va hovli oromlarining go'zal va ozoda bo'lishiga ahamiyat berib kelgan bo'lib, mayli boy yoki kambag'al bo'lsin, qo'ro joylarini haybatlik, esil sifat bezab kelgan. Ikkinchi, mihrob shaklli agmi. Mihrob shakllik agmi shakl masjid qurilishida muhim o'rin tutadigan bo'lib, masjid darvozasi va mihroblarda ko'p qo'llaniladi. Uningdan boshqa yana bir xil shaptul shakllik agmi bo'lib, bu xil shakl yumaloq agmi asosida shakllangan. Agmining ust tarafidan shaptulga o'xshash shakl chiqarilib yasaladigan Uyg'ur binokorligiga xos shakldir. Bu xil shaklmo islom dinining tarqalishiga ergishib, Qashqar rayonida eng ko'p qo'llanilib kelgan. Mihrob shakllik agmi yumaloq agmiga qaraganda texmi ko'rkam, nafis ko'rinadi. Qabra, masjid, imoratlardan boshqa yana uylarga singib kirib, uyning tom, takcha, mo'r qatorli qurilmalaridami mihrobchi agmilarni uchratqili bo'ladi. Mihrobchi shakliga ochiq ranglar ishlatilmaydi. Ranglar oddiy, farqi cho'ng bo'lib, kishiga estetik zo'q beg'ishlaydi. 3. Birikmi shaklli agmi. Bu xil shakl vatanimizning il rayonidagi ko'tarib selingan uylarning peshayvonlari va soyivallarida qo'llaniladigan bo'lib, asosliqi oq va ko'k rang qo'llaniladi. Bu xil shakl sharqcha, ruscha, hindicha va islomcha shakllarning birikmasi bo'lib, janub-shimolning havo klimati o'xshamasligi tufaylidan binokorlik uslublarida zo'r farqlar mavjud. Qurilishlarda ko'pincha kahish va yog'och materiallar qo'llaniladi. Sirlash, bo'yash, o'yish orqali geometriyalik shakllar, gul-giyoh, dal-daraxtlarning shakllari bilan beziladi. Yana qizil, yeshil, seriq va qo'ng'ir qatorli ranglar qo'llaniladi. Uy ichida mehmonxona uyda agmi shakllik takcha uyuqlar bo'lib, ichiga ba'zida zinnat buyumlarini tizib, agmi shakl bilan bir butunlik yaratib, uyning muhitiga go'zallik qo'shadi. 4. Rombi shakllik agmi. Bu xil shakl g'ulji uylarining eshik va derazalarida ko'p uchraydigan bo'lib, ba'zida bir tal rombi shakllik agmi, ba'zida 3 ta rombi shakllik agmidan tarkib topgan agmi shakllik binokorlik uslublari mavjud. G'ulji rayonining havo sharoitini ko'zda tutib, derazaning teshiga dariz qapqaq o'rnatiladi. Bu o'zaro simmetrik to'yg'u hosil qilib, ko'rkam qadimiy tus qo'shadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.